Biz BYD So'ng Plus chempionni magnit maydon ko'rsatkichlarini o'zgargan edik. BYD ichida model o'zgarsa, magnit maydon ko'rsatkichlari ham o'zgaradimi? Keling, uni BYD Honda sinab ko'ramiz. Uning 5 ta joyidagi ko'rsatkichlarni qo'limdagi qurilma orqali o'lchab ko'ramiz. BYD Han elektromobili haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkichimiz 8.2 milligauss. Haydovchi oyoq osti ko'rsatkichimiz 26 milligauss. Markaziy konsolimizdagi magnit maydonimiz 605 milligauss. Monitorimizdagi magnit maydon ko'rsatkichimiz 8.3 milligauss. Haydovchi yon o'rindig'i 5.9 milligauss. Orqa o'rindig'i BYD Han elektromobilining ko'rsatkichi 6.6 milligauss. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, BYD So'ng Plus chempion bilan BYD Han o'rtasidagi tafovutlarimiz: BYD So'ng Plus chempionning eng yuqori ko'rsatkichi haydovchi oyog'i ostida edi, 3.2 milligauss. BYD Han elektromobilimizning eng yuqori ko'rsatkichi ham aynan haydovchi oyog'i ostida, 26 milligauss. Oradagi farq ancha baland.